Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli futbol ixlosmandlari. Biz chempionlarni kutib olishga shayimiz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda ayni vaqtda Farg'ona shahrining kirish qismida, ya'ni Farg'ona darvozasi oldidamiz. Bu yerda qisqa vaqtdan so'ng Osiyo Kubogi bo'yicha 17 yoshlilar o'rtasida o'tkazilgan musobaqa g'oliblari tantanali ravishda kutib olinadi. Xabaringiz bor, Saudiya Arabistoni mezbonligida o'tgan ushbu musobaqada g'olib bo'lgan jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilov Farg'ona viloyatidan, Marg'ilon shahridan va Asilbek Aliyev hamda Jamshidbek Rusamovlar ham aynan Farg'ona viloyati vakillari hisoblanadi va ularni katta ko'tarinkilikda kutib olish uchun taraddud ko'rilmoqda va qaynoq jarayonlarni sizning e'tiboringizga taqdim etib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qadrli yurtdoshlar, biz ayni vaqtda Farg'ona shahrida chempionlarni kutib olish jarayonlaridamiz. Ayni vaqtda terma jamoamiz bosh murabbiyi Islombek Ismoilov. Ta'sirotlar qanaqa? Avvalambor chempionlik ta'sirotlari qanaqa? Ta'sirotlar zo'r. Albatta xursandmiz. Birinchi navbatda yurtboshimizga rahmat. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatlab, kichkina yutug'imizni yuksak e'tirof etdilar. Bundan tashqari xalqimizga ozgina o'sha xursandchilik bergani uchun bundan beg'oyat xursandmiz. Va ayni vaqtda biz Asilbek Aliyev bilan suhbat qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ta'sirotlar juda zo'r. Bizni kutib olganlarga rahmat. Bunchalik tantanali kutib olganlarga kattakon rahmat. Ta'sirotlar zo'r. Bunaqa turlarda hali ko'piga erishamiz, xudo xolasa. O'zbekiston sha'nini yuqori cho'qqilarga olib chiqamiz.